Damas avtomobillarimizni juda ko'pchilik rassrochkaga so'raydi-yu, rassrochkalarimiz hali ham ochiq. Bemalol boshlang'ich 25% dan boshlab 50-60% ga dovrini to'lab, qolganini rassrochkaga olib chiqib ketsanglar bo'ladi. Damaslar tayyor holatda turibdi akalar. Bir kun ichida 1-2 soat vaqtinglar ketadi. Kelasizlar, sirazi xarid qilib ketsanglar bo'ladi. Plusiga agar sizlar naqd pul bilan keladigan bo'lsanglar, o'z tannarxidan naqd 5 million sizlarga skidka qilib beramiz Damaslarni. Qo'shimchasiga boringlar, sizlarga bitta polniy bak benzin hamda Evagordan bitta zo'r polilarni qo'shib beramiz akalar. Agar sizlarga mana qora kobultlar qiziq bo'ladigan bo'lsa akalar, kobultlarimiz ham tayyor holatda turibdi. Hozircha bularga rassrochka mavjud emas. Xudo xolasa kobultlarga rassrochka ochirilib qolsa, birinchilardan bo'lib bizdan eshitasizlar degan umiddamiz. Xudo xohlasa Asaka avtosavdoga podpisatsiya tashlab qo'ysanglar, shunaqa qiziq hammaga kerakli bo'lgan ma'lumotlarni sizlarga berib o'tamiz degan umiddamiz. Xudo xolasa akalar, Asaka savdoga podpisatsiya tashlab, shu videoga bitta like bosib qo'yinglar. Damas qiziq bo'ladigan bo'lsa akalar, bemalol Asaka avtosavdoga kelsanglar bo'ladi.